Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun turizm xizmatlari bozori fanining keyingi mavzusi, ya'ni turizm xizmatlar bozorida marketing xizmatlarini tashkil qilish mavzusi bilan tanishib o'tamiz. Mavzu davomida biz turizm xizmatlar bozorida marketing mix, turistik korxonalarda marketing xizmati, turistik korxonada marketing vazifalarini bajaruvchi bo'limlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'sh, hozirgi kunda zamonaviy bozor iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlari bozori tobora raqobatlashib bormoqda. Sayyohlarning ehtiyojlari tobora individuallashtirilgan hamda talab esa o'zgaruvchan va mavsumiy xarakterga ega bo'lib bormoqda. Shu sababli turistik korxonalar uchun marketing xizmatlarini to'g'ri tashkil qilish, bozorni egallash, mijozlarni jalb qilish hamda ularni saqlab qolishning asosiy yo'llaridan biri hisoblanadi. Turizmda marketing bu faqat reklama yoki xizmatni sotish emas, balki bozorni tahlil qilish, strategik rejalashtirish, mahsulotni shakllantirish, xizmatni joylashtirish, narxni belgilash kabi kompleks faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Hamda marketing faoliyatlari marketing mix tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Zamonaviy marketingning asosiy tushunchalaridan biri marketing mix hisoblanib, u maqsadli bozorda kerakli javobni ishlab chiqarish uchun firma aralashadigan taktik marketing vositalari to'plami hisoblanadi. Marketing mix iste'molchilarni jalb qilish va mijozlar qiymatini yetkazish uchun firma qila oladigan barcha narsadan iborat hisoblanadi. Ya'ni ko'p imkoniyatlarni to'rtta o'zgaruvchi guruhga to'plashi mumkin. Ya'ni to'rtta o'zgaruvchi marketing doirasida, ya'ni marketing ko'lamida 4P deb nomlanib, u product, price, place hamda promotion bo'limlaridan tashkil topgan. Ya'ni mana shu ingliz tilidan olingan to'rtta so'zning bosh harflari, ya'ni 4P deb nomlanadi. Xo'sh, marketing mix mana shu jadvalimizda keltirilgan, ya'ni u nima degani, u qaysi elementlardan tashkil topgan, uning tavsifi qanday hamda turizm korxonasi misolida marketing mix qanday faoliyatlar bilan shug'ullanadi. Xo'sh, birinchi P'imizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu product, ya'ni mahsulot degan ma'noni anglatadi. Bu kompaniya tomonidan taklif qilinadigan tovar yoki xizmatlar majmui. Bunga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ko'p olimlar marketing sohasida 4P juda kam, u to'laqonli bozorni qamrab ola olmaydi hamda u qo'shimchani 7P, 9P, 11P va boshqalardan tashkil topgan bo'lishi kerak degan tushunchalarni ilgari surishadi. Ya'ni bunda product bor, ya'ni mahsulot bor, xizmat qayerda degan tushunchalar ham, savollar ham keltirib chiqaradi. Buni tavsifiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu nafaqat product, ya'ni nafaqat mahsulot, balki xizmatni ham ilgari suradi. Ya'ni korxonalar tomonidan taklif qilinadigan xizmatlar yoki ishlab chiqariladigan tovarlar majmuini o'z ichiga oladi. Xo'sh, turizmda esa bu turistik xizmatlar, ya'ni turpaketlar, gid xizmatlari, mehmonxonalar, transport, sug'urta xizmatlari va boshqa bir qancha xizmatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ya'ni turistik korxonalar tomonidan taqdim qilinadigan barcha xizmatlar hamda mahsulotlar marketing mixning product elementi tarkibida bo'la oladi. Xo'sh, keyingi elementimiz bu price, ya'ni narx. Xo'sh, ya'ni mahsulotni sotib olish uchun mijoz to'lashi lozim bo'lgan pul miqdori hisoblanadi. Endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, sayohat sohasida, ya'ni sayohatda turpaketlarning narxi yoki xizmatning narxini olishimiz mumkin. Ya'ni bunda mavsum, yo'nalish va xizmat darajasiga qarab o'zgarishi mumkin narxlar hamda chegirmalar, aksiyalar, bonuslar bo'lishi mumkin. Ya'ni turistik korxonalar taqdim qiladigan xizmatning narxi yoki mahsulotga to'lanadigan mahsulot narxi hisoblanadi. Endi place, ya'ni joylashtirish. Ya'ni bunda mahsulotni iste'molga yetkazishdagi faoliyat bo'lib hisoblanadi. Ya'ni xarid qilishda qayerdan xarid qiladi?
xizmatlar bo'ladimi, mahsulot bo'ladimi? Misol uchun, sayohat agentliklari, onlayn platformalar, mobil ilovalar hamda boshqa elektron vositalar orqali onlayn yoki offlayn xarid qilish. Misol uchun, turpaketlar to'g'ridan-to'g'ri turistik firmalardan yoki turistik agentliklardan xarid qilinishi mumkin. Ya'ni ularning joyi o'sha korxona. Yoki bo'lmasam onlayn ravishda onlayn bozordan xarid qilinadigan yoki bron qilinadigan mehmonxona xonalari, ekskursiyalar bo'lishi mumkin va hokazo. Yoki transport, konsertlarga turli xil chiptalar va hokazo. Hamda oxirgisi promotion, ya'ni ilgari surish. Bunda mahsulot afzalliklarini iste'molchiga yetkazish va sotuvni rag'batlantirish faoliyati hisoblanadi. Bunda asosan internet va ijtimoiy media yoki offlayn ko'rinishdagi turli xil promo roliklar, ko'rgazmalar, chegirmali turpaketlar va hokazo. Ya'ni mijozni jalb qiladigan, uni e'tiborni tortadigan va sotuv uchun qilinadigan barcha tadbirlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ana endi ushbu diagrammaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda marketing mixni tarkibi keltirilgan. Ya'ni aytib o'tganimdek, ko'p olimlar 4P juda kam va juda kam yo'nalishlarni qamrab oladi degan savollarga javob topishimiz mumkin. Ya'ni product P ostida, ya'ni birinchi P'miz ostida, mahsulot ostida bu yerda keltiriladi. Mahsulotning turli xilligi, ya'ni xilma-xilligi, qanday xizmatlarligi. Misol uchun, turizmda turli xil xizmatlar bor. Mana shu barcha xizmatlar mana shu P tarkibiga kiritiladi. Mahsulotning sifati, uning dizayni, uning ko'rinishi yoki kelinki uni jihatlari, brendning nomi, uni qadoqlash hamda barcha xizmatlar mana shu product tarkibiga kiritiladi. Yoki price nimalarni qamrab olishi mumkin? Bunda narxning xilma-xilligi, turli xil chegirmalar, to'lash muddati hamda kredit masalalari ham o'z ichiga oladi. Hamda promotion, ya'ni ilgari surish nimalarni o'z ichiga oladi? Bunda reklama qilish, savdodagi turli xil ilgari surishlar, public relations, ya'ni PR yoki to'g'ridan-to'g'ri hamda onlayn ravishda sotuvlarni o'z ichiga oladi yoki onlayn ravishda promotion, ya'ni ilgari surishlarni o'z ichiga oladi. Hamda keyingisi place, ya'ni joy. Bunda qayerda sotishlar? Ya'ni sotuv onlayn bo'ladimi, offlayn bo'ladimi, qaysi hududlarda sotiladi, uni tashish qanday, ya'ni mahsulot bo'ladigan bo'lsa, uni tashuvi qanday amalga oshiriladi, logistikasi qanday amalga oshiriladi, barchasi mana shu place ni ostida bo'ladi. Ya'ni 4P deganda faqat qisqa yoki to'r tushunchalar emas, balki keng tushunchalar ham mana shu 4P ni tarkibida bo'lishi mumkin. Ana endi hozirgi kunda turli xil muammoli vaziyatlar kelib chiqaradi. Ya'ni 4P faqatgina sotuvchi nuqtai nazaridan ilgari surish hisoblanadi, ammo xaridor nuqtai nazaridan esa hech qanday ko'rinishi mavjud emas degan muammoli vaziyatlar ham kelib chiqmoqda. Shunga javoban marketologlarimiz 4P ni mijozlarga moslashtirib, ya'ni mijoz nuqtai nazaridan ham xaridorning nigohi ostida shakllantirib berilgan. Ya'ni product, misol uchun mahsulotimiz 4P xaridor nuqtai nazaridan, xaridor nigohidan 4A ga jamlashtirilgan. Misol uchun product bo'ladigan bo'lsa, birinchi A'imiz accessibility, ya'ni qabul qilinuvchanlik. Bunda mahsulotning qabul qilinuvchanligi qanday bo'ladi? Misol uchun, bunda mahsulot mijoz kutgan darajani qanchalik orttiradi, ya'ni uning ehtiyoj va istaklariga qanchalik ushbu mahsulot yoki xizmat javob beradi yoki uning kutuvlaridan yuqorimi yoki pastmi. Ana endi keyingi P'miz price, ya'ni narx. Xaridor nuqtai nazaridan bu affordability, ya'ni to'lay oluvchanlik. Ya'ni mijoz mazkur mahsulot narxini to'lashga tayyormi yoki qodirmi degan savolga javob beradi. Ya'ni qanchalik ushbu mahsulot yoki xizmatni mijoz to'lay oladi, ya'ni mijoz qabul qila oladi. Keyingi P'miz bu place, ya'ni joylashtirish.
Mijoz nuqtai nazaridan bu accessibility, ya'ni yetib boruvchanligi, qanchalik yaxshi ushbu xizmat yoki mahsulot mijozgacha yetib boradi. Bunda mijozlar mahsulotga qanchalik oson va tez yetisha oladi. Ya'ni xizmat yoki mahsulot ularga qulay tarzda taqdim etiladimi yoki yo'qmi? Va oxirgisi promotion, ya'ni ilgari surish. Mijozlar nuqtai nazaridan awareness, ya'ni xabardorlik darajasi. Qanchalik mijozlar mahsulotning xususiyati, sifati, ko'rinishi yoki xizmat sifati haqida ma'lumotga ega, qanchalik xabardor, qanchalik eslab qola oladi yoki qanchalik mijozgacha ushbu ma'lumot yetib boradi, ishontira oladimi ushbu ma'lumot mijozni yoki yo'qmi? Ushbu savollarga javob beradi. Ya'ni bizda 4P faqat xizmat ko'rsatuvchi tomonidan emas, balki mijoz tomonidan ham inobatga olinib 4A ko'rinishda shakllantirilgan. Ana endi biz bilamizki, barcha korxonalarda marketing o'zini vazifalariga ega. Turizm nuqtai nazaridan ham turistik korxonalarda marketing jarayoni yuqori cho'qqiga erishish uchun, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qo'yilgan maqsadlarni, vazifalarni to'liq qamrab olishi uchun o'zining vazifalari mavjud. Turistik korxonalarda marketing xizmatlari qanday vazifalarni to'liq qamrab oladi? Birinchi navbatda bozorni tahlil qilish va monitoring maqsadi, ya'ni sayyohlar ehtiyojlarini o'rganish, raqobatchilarni tahlil qilish, bozor segmentatsiyasi va maqsadli auditoriyani aniqlashda marketing juda muhim o'rin egallaydi. Ya'ni undan keyingisi strategik rejalashtirish, ya'ni brend yaratish va imij shakllantirish uchun, marketing strategiyalarini ishlab chiqish uchun hamda mahsulotlarni joylashtirish, ya'ni positioning uchun marketing juda muhim omil bo'lib sanaladi. Keyingi vazifasi ilgari surish, ya'ni promotion. Reklama kampaniyalarini rejalashtirish va amalga oshirish, PR va ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketingdan foydalanish uchun ham marketing juda muhim hisoblanadi. Keyingi vazifasi korxonadagi bu narx siyosatini ishlab chiqish, ya'ni narxlarni raqobatga mos ravishda belgilash, aksiyalar, chegirmalar, sodiqlik dasturlarini ishlab chiqish hamda sifat nazorati va mijozlar bilan aloqani amalga oshirish. Bunda mijozlar fikrini o'rganish va tahlil qilish uchun, xizmat sifati va xizmatdan keyingi qo'llab-quvvatlash tizimini amalga oshirish uchun marketing juda muhim omil bo'lib sanaladi turistik korxonalarda. Xo'sh, ana endi hozirgi kunda barcha turistik korxonalarda, barcha turistik xizmat ko'rsatish tashkilotlarida marketing faoliyatlaridan to'liq shug'ullanib kelyapti. Ya'ni aytib o'tganimizdek, hozirgi kunda nafaqat turizm sohasida, balki barcha sohalarda ham sotuv darajasini yuqoriga olib chiqish uchun, xizmat sifatini yaxshilash uchun, ya'ni mijozga maksimal ravishda yaqin bo'lish uchun, uni xulq-atvorini o'rgangan holda, uni to'liq tahlil qilgan holda o'z xizmat hamda mahsulotlarini sotishni yuqori cho'qqiga olib chiqish uchun marketing juda muhim omil bo'lib sanaladi. Va bunda barcha korxonalar o'z faoliyat davomida marketing xizmatlaridan foydalanadi. Lekin korxonaning katta kichikligiga qarab, faoliyat turiga qarab marketing bo'limlari bir-biridan farq qiladi. Katta yirik korxonalarda marketing bilan shug'ullanadigan, ya'ni marketing faoliyati bilan shug'ullanadigan bo'limlar bir qancha, ya'ni faqat marketing bo'limi emas, balki boshqa bo'limlar ham marketing uchun o'z hissasini qo'shadi. Misol uchun, birinchi va eng katta bo'lim bu marketing sanaladi. U umumiy marketing siyosatini ishlab chiqadi, reklama qiladi hamda strategik marketingni rejalashtiradi. Bundan tashqari, bozor tadqiqotlari bo'limi bunda bozorni, raqobatchilarni va iste'molchilarni tahlil qiladi. Ya'ni raqobatchilar qaysi darajada turibdi hamda iste'molchilar talabi qanday, iste'molchilar nimani xohlayapti hamda nimaga erishish qobiliyati mavjud. Reklama va PR bo'limi bunda ijtimoiy tarmoqlar, brending, ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limi hisoblanadi. Ya'ni asosiy urg'uni ular targ'ibotga, reklamaga qaratgan bo'ladi.
xizmat sifatini nazorat qilish bo'limi. Bunda mijozlar fikrini o'rganish, xizmat standartlariga amal qilish amalga oshiriladi. Ya'ni biz bilamizki, xizmat ko'rsatilgandan keyin mijozni feedbacki, ya'ni mijozni ushbu xizmat to'g'risidagi fikri juda muhim. Ya'ni ko'rsatilgan xizmat mijozni to'laqonli qoniqtira oldimi? Mijoz qaytib kelish ehtimoli juda yuqorimi yoki yo'qmi? Biz bilamizki, mijoz xizmatingizdan foydalansa, turli xil dasturlar orqali uni qayta kelishini ta'minlashimiz lozim. Birinchi navbatda marketing vazifasi faqatgina mijozni jalb qilish emas, balki uni saqlab qolish ham demakdir. Xo'sh, va keyingi bo'lim bu raqamli marketing bo'limi hisoblanadi. Ya'ni veb-sayt, mobil ilovalar, turli xil onlayn kompaniyalarni ishga solish bo'limi. Ya'ni biz bilamizki, hozirgi raqamli texnologiyalar davrida turli xil raqamli vositalardan foydalanilmasa, mijozga sizning xizmatingiz to'g'risidagi ma'lumot juda kech yetib boradi yoki yetib bormaydi va siz xizmat ko'rsatishingiz davomida, misol uchun mehmonxona xizmatida turli xil onlayn vositalardan foydalanish yoki raqamli vositalardan foydalanish mijozni qoniqish darajasini yanada yuqori cho'qqilarga olib chiqishi mumkin. Xo'sh, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, turizm xizmatlar bozorida marketing xizmatlarini tashkil qilish bu raqobat sharoitida muvaffaqiyatga erishishning kaliti hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy marketing nafaqat mahsulotni sotish, balki mijoz ehtiyojini oldindan aniqlab, xizmat sifati va brend sodiqligini shakllantirishga xizmat qiladi. Har bir turistik korxona o'z marketing tizimini bozordagi o'zgarishlarga moslashtirgan holda takomillashtirishi lozim. Shunda xizmat ko'rsatuvchilar o'z ko'zlangan maqsadiga to'laqonli erishadi hamda mijozning ham ehtiyojlari to'liq qondiriladi hamda ushbu xizmatdan foydalanish, qayta foydalanish ko'rsatkichi ehtimoli yuqorilashadi hamda ushbu maqsadga erishiladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.